Hi everyone, welcome to Act English. I'm your teacher Nargis. If you are ready, let's start our lesson. Bugungi darsda biz sizlar bilan ergash gapli qo'shma gaplarni o'rganamiz. Qo'shma gap bilamiz, ikkita kesim, ikkita ega va ikkita gap bo'laklaridan iborat bo'lgan gaplar qo'shma gaplar hisoblanadi. Masalan, sen kelganingda men dars qilayotgan bo'laman. Sen kelganingda bu bitta gap, men dars qilayotgan bo'laman, bu bitta gap. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, qo'shma gaplar ikkita gapning birlashishi hisoblanadi. Demak, ergash gapli qo'shma gaplar bosh gap va ergash gapdan tashkil topadi. Bugun sizlar bilan mana shunday ergash gapli qo'shma gaplarni qanday qilib ingliz tilida ifodalashni o'rganamiz. Bugun sizlar bilan o'rganadigan bog'lovchilarimiz when va if. When so'zining tarjimasi qachon deb tarjima qilinadi, lekin gaplarda qo'llaganimizda biz qachonki demasdan da deb tarjima qilib ketamiz. Masalan, sen kelganingda so'zidagi da qo'shimchasini biz when orqali ifodalaymiz. Ikkinchi qo'shimchamiz, bog'lovchimiz if. Ifning tarjimasi agar, ya'ni shartli bog'lovchi hisoblanib, bu kimgadir qandaydir shart qo'yganimizda if bog'lovchisi bilan aytamiz. When va ifning yana bitta muhim roli bor. Bu qaysi gapimiz ergash gap, qaysi gapimiz bosh gap ekanligini farqlashda ham bizga yordam beradi. Ya'ni when va if qatnashgan qismli gaplar bu ergash gap hisoblanadi. Masalan, sen kelganingda gapida da qo'shimchasi bor. Bu ergash gapli gaplarni yasashda yordam beradigan qo'shimcha hisoblanib, bu qo'shimchani biz qo'llayotganligimiz uchun buni ergash gap deb hisoblaymiz. Payt va shart ergash gapli qo'shma gaplarni tuzayotganimizda, agar ikkita voqea hodisa kelajakda sodir bo'lsa, biz ergash gap qismida present simple, bosh gap qismida future simple ni ishlatamiz. Masalan, agar ertaga yomg'ir yog'sa, men futbol o'ynashga bormayman. Bu yerda qaysi bir ergash gap, qaysi biri bosh gap? Yes. Agar qatnashgan qismi bu ergash gap hisoblanadi. Qolgani esa bosh gap, ya'ni men futbol o'ynashga bormayman. Demak, if it rains tomorrow, I will not go playing football. Nega biz tomorrow so'zi kelsa-da biz present simple dan foydalandik? Chunki buni qoidasi bor. Hech qachon biz ergash gapda future ni ishlatmaymiz. Yo presentda tuzamiz gapimizni, yo pastda tuzishimiz kerak. Bu qoidani eslab qoling. Ergash gap qismida hech qachon future tense ishlatilmaydi. Present yoki pastda bo'lishi kerak. Garchi tomorrow so'zi turgan bo'lsa-da biz present simpleda gapiramiz. Agar bosh gapda takroriy ish harakat ifodalansa yoki buyruq, iltimos, ko'rsatmalar ifodalansa, biz bosh gapda present simpleda tuzamiz. Masalan, ertaga kimdir eshikni taqillatsa, ochma. If anybody knocks the door, don't open it. Don't open it qismi bu bosh gap. If anybody knocks the door, bu ergash gap hisoblanadi. Agar bosh gapda niyat ifodalansa, to be going to ishlatiladi. Masalan, men IELTS olsam chetga ketmoqchiman. If I take my IELTS, I'm going to go to abroad. Va yana bir qoida, agar grammatikada so'roq gap keltirilsa, birinchi bosh gap yozilishi shart. Masalan, will you go with us if you have a free time? If you have a free time bu ergash gap, will you go with us bu bosh gap. Va biz bosh gapni birinchi o'rinda qo'lladik. Hech qachon if you have a free time will you go with us deb qo'llashimiz noto'g'ri hisoblanadi grammatikada. Biz ergash gaplarni faqatgina when va if dan foydalanib gaplar tuzmaymiz.
When'ning ham o'zining bir qancha sinonimlari, if'ning ham o'zining bir qancha sinonimlari bor va bularni ham albatta yaxshilab o'rganib, faqatgina when va if'li gap emas, balki uning sinonimlari bilan ham gaplar tuzishni o'rganib o'zlashtirishimiz kerak. Bugun biz sizlar bilan when va if haqida o'rganmoqchi bo'lgan barcha qoidalarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, barchaga aniq va tushunarli bo'ldi. Bye.